biz sizni har vaqt o'zingiz bilan buldirg'a tirishamiz, biz qo'ya yuribmiz, narsalar ishlaymiz, sizni borig'izda tanishtirib borasiz kelar. Shunga ko'ra hozir biz mana yo'lda ketib boramiz do'stlik degan lagerga. U lagerni Rossiya bo'yicha bilalar deb aytdilar menga. Bütün Rossiyadan jiyilgan bolalar shunda yo'l etalar. Ham olaygina da tugul hali, yolg'ina aytmaylar, tatar tilini o'rganib, aning ishtaligini tushunib, bolalar bir-birsin tanib, tanishib, rahatlanib, jay kuni foydali etib yo'l etalar derga kerak. Mana shu lagerga biz hozir ketib boramiz. Endi bizni anda qo'noq etib chaqirdilar. Shunga ko'ra biz o'zimizning ijodimiz bilan ular bilan bo'lishirmiz deb o'ylaymiz. Ularning bir ko'p so'rovlari bordir bizga qarata, ularga endi javob beramiz. Hali sir etib aytam, unda bizning birinchi topqir Lari bu yil yo'l eta. Shunga ko'ra men o'ylayman, bolalar endi hozirlandi deb aytdilar, borisida kutalar deylar. Shunga ko'ra bizda tuzumsizlik bilan ketib boramiz, tezroq ular bilan uchrashasi keladi. Do'stlar, tag'ida aytirga kerak, biz bu uchrashuvni Tatariston Respublikasi Ma'rif ministrligi bilan birgalikda uyushtirdik. Shunga ko'ra, mana ular endi bizni kutalar, ularga zo'r rahmatlarimizni bildirib, bu sayohatimizni ular bilan shulay davom ettiramiz. Assalamu alaykum, hurmatli bizning yo'qotgan bolalarimiz. Shu lagerda jiyilib, turli Rossiyaning ba'zi tubanlaridan jiyilib, bir-birimiz bilan do'stlashib, bir-birimiz bilan faralashib, shu motor tabiat uchun yo'l edi. Endi shu yo'llar sizning har vaqtda ko'nglingizdda o'ylab qoladi deb o'ylayman. Zo'r o'zgashda, zo'r bizning aytlar bo'lmashda, xatiringizga tushirib suylanib voqealar bo'lamizda. Bizning bir shaxsiy bo'yicha ko'ngildan ko'rilgan bizning de ish bolamiz bor. Xudoga shukr, bolalar dunyoning shodligi, bir bolamiz bizning bo'yimizda turadi. Shunga ko'ra, anada endi shu ustilagan bitta shu lagerga yo'l etilgan. Yillar davomida Birinchidan rahmat so'z aytasim kelar Ma'rif ministrlariga. Ular bizni shu uchrashuvga sizni bilan chaqirdilar. Ular sizga shunday motor do'stlik lageri uyushtirib, boringizlar bir joyda to'plab, boringizlar yaqindan tanishtirib, albatta sizning bilan bizni uchrashtirgan kishilar. Shunga ko'ra bizlar olqishlarning birinchi ularga jidarlik. Ali do'stlik lageri yangi ishligini boshladi deydilar bu yilni. Shunga ko'ra men bek shodman. Barliq Rossiyadan jiyilgan bolalarni shu do'stlik lagerida qarshi olgan. Qo'yda to'g'risini desam, bir respublikasi borda degan rayon bor, motor o'zimizning Totarlar boshliqlar o'rnashgan rayonimizda men bu o'sdim birinchi sonli gimnaziyada tamomladim. Unda bordan kishilar bor dedilar, qo'yalar ko'rasim kelib, bosingizlar o'zing qarashing. Gimnaziyada 2 kishi. Aytagizlar, olqishli do'stlar menga yo'ldoshlarimiz Boshqirdiston. Endi biz Boshqirdistondan beri. Bormi? Boshqirdistonga ajoyib salam. Rahmat. Rahmat. Ko'p etib kelganlar. Do'stlar, men shulay borda o'rta birinchi sonli gimnaziyani tamomladim. Bu gimnaziya bizning totar tili bo'yicha da o'qitadilar edi. Ko'proq fanlar bizning rus tilida o'sadi. Men Qozonga kelganda xatlanib totarsha, avstriyacha yashaydi. Shu bola bo'ldi. Butun yoshlik belgilarini o'qidim, ishladim, yo'q deyarli edi. U
birinchi fasl o'tganda mening 2-4 chiqdi, qolganlari orasida 5 edi. Shunun bilan parallel ravishda men muzika maktabida o'qidim. 7 yil fortepiano bo'limida muzika maktabida o'qib, ana tamomlab, endi men Qozonga kelganda muzika bo'yicha darslar berilib darajada o'qib chiqardilar bizni. Shunga ko'ra menga yengil bo'ldi bu yoqlar. Albatta do'stlar, barizdan o'ylaysizlar, men Qozonga kelgan vaqtda shu sharshaba xiyolga kelganligimda o'zimga o'ylagan ishlar ko'pdir. Ammo aytasim keladi, mening xiyolim jurnalist bo'lgan edi. Men kichkinadan beri o'zimning bo'sh vaqtlarimda rayon gazetamiz bor edi, Tom Rassvet degan gazetamizga kichkina maqolalar yozar edim. Redaksiyadan da menga har vaqt aytalar edi, "Go'zal, sen jurnalist bo'lishing kerak" deb aytalar edi. Yozmishdan o'zimiz yo'q dedilar. Men nechtadir bilan san'at o'lkasida ko'proq berilib, madaniyat ham san'at akademiyasiga kirib, shunda vokal bo'limiga o'qirga kirib, Oylar Matrahmanov, Shoyz Ahmadovda o'qiy boshladim. Va parallel ravishda tag'in bir institutga kirgan, Anzeyda iqtisod instituti edi. Shulay ikki institutni birga o'qib, birga tamomladim bir yo'la. Qizil diplomda tamomlab, anam 3 qizil diplomi bor. Endi bugundan chiqmasa, anam 3 yo'nalishda ishlab ketilgan mumkinligi bor. Shunga ko'ra bolalar sizga aytamiz, o'quv har vaqtda kerak. Endi boshqa tillar bilan, boshqa yo'nalishlardan biridan totar tilida, o'zingizning tilingizdan bilashingiz kerak. Biz sizga eng motor yoqti yo'llarni tilaymiz sizlarga. Kichkinalar sizning bor sizlar oldi. Maktab yillaridan so'ng institutga kiruvlar, ondan ishga o'rnashuvlar. Bugungi kundan olib siz o'zingizning zo'r uyingizning fundamentlarini solasiz. Fundament eng kerakli. Shunga ko'ra fundamental bilim olamiz. Biz har vaqtda bolalarga aytamiz, bizning yoqda kelishimiz deydi. So'rovlar nazarga olingizlar. Mana jurnalistika degandan bu o'zimdan yaratgan shug'ulimni men turmushda bugungi kunda davom etadi. Chunki bizning sezonlarimiz bek ko'p, konsertlarga yurgan kishilar bo'lsa, sizning orangizda siz bilasizdir, biz har bir sezonimizga atab endi kitob chiqarishga tirishamiz. Shunga ko'ra nima turda sizga ketmish emasdir. Aytangiz, yoqdi men sizga ko'rsatib tanishtirib ketasim kerak. Balki ko'plarida bordir endi bu kitoblarimiz. Mana bu bizning birinchi kitobimiz, biz ikkovi yozgandik. Ana endi Manda mening ko'p yozganlarim o'zimnikida kirdi ham. Iskandar Sirajiy bilan birgalikda kuchli jurnalistimiz, ana bilan birgalikda shu kitobni chiqargan edik. Bu yoqda o'qiy boshlasangiz mening ham, aylantirib ikkinchi yoqdan o'qiy boshlasangiz Daryo o'qiysiz ham, o'rtalar boshqacha. Shunga ko'ra bek qiziqli birinchi kitobimiz u 3000 tirajdan chiqqan edi. Bugungi kunda u taraladi. Shunga ko'ra ko'plarning qo'llarida bor. G'ururlanib aytaman. Bunda endi bizning shu san'atda bizning oilamiz kirdi, ko'p ma'lumot kirdi. Mana bunisi so'nggi kitobim. Mazmun bo'lsa o'zim ijod etdim. Nishib ijodchi bo'lgan degan misollar qo'shib turibmiz. Albatta ko'plar o'ylagan endi bunda retsept bilan ekan o'zim nishib ijodchi bo'ladi. Yo'q, retsept indamizlar shu yo'lni nishib uzman, nishib o'tgan bundan boshqa yozarlar ko'proq birishdim. Ham eng ozamida kitobning shu so'rovga bo'lsa javob olsa, men shunga ishonaman. Go'zal bilan necha bola? Necha bola? Bizning 3 bolamiz bor. Ularning eng zo'rsimida 1-iyul kuni Alloh bersa Ellarga 13 yosh bo'ladi. Ikkinchi qizimiz Kamilaga bizning 4 yosh yarim, kichkina o'g'limiz Samira 2 yosh yarim. Xatirimda men Qozonga kelgach, Tatar radiosida Go'zal O'rozova degan ijrochimiz yillari yonida edi. Temasdagi ko'zlari uzoq yashayanki, nega buni yoshqamasin kerak. Shu yillarni men ishida men u tovushga g'oshib bo'ldim. Go'zalning o'zini ko'rmay turib g'oshib bo'ldim. Men u qizni ko'rganim yo'q edi bu qo'ynadan. Mendan zo'raqishlar deb o'ylayman. Mendan biri tovushi shunday mo'chli, mendan biri oqar edi.
Şoklardan işlemeye yakın olarak güzel oldu. Biz Şoluk şaharında tanıştık. Bunun şartları 2002 yılındaydı bu onun şartları zaten bu vakıftan bizlerge. Uzun süredir süresin büyüklüğünden tarafı. Lakin tanışıyoruz, bunu İstanbul'da bir köyden başlatıldıq. Başta bir işçiden başlatıldıq, ana bir köyden. Hem de Allah'a şükür iş yolumuzda bizlerge tarafından alışmanızda. Dolayısıyla cevap veremezsek de zira şuayla burada tanışıyoruz. Şoluk şaharında 2002 yılında tanıştık. Rahmet sağ olun için. Evet, benim ismim Azale, ben Respublika Variyalı'dan. Sizden en iyi yaratkan jürimiz neydi? Azale, en yaratkan jürim dinasiyetlik özleridir. Kolanda birinci jür İstanbul'da Varsın Takımlarının isminde unutulmaz bir uzun ömürlü hittir bir insanıyım. Şu an buraya popüler medyada geçerlerdi. Siz müzikacı mı yazıyorsunuz? Uzun yıllar yazan, aslında yıllarından Sirapit'ten Siz yaşamları degan bir mağdur çıktı. O benim uzundan sözleri de, iyi de uzundan. Kızlar var degan, yönetmeni şular iki kızıma bağışlap, iki kızım bulanda hem krasiv ve хороший degan hit çıktı. So'nggi aralardan eshitmay qiyinligi şular uzun ijodda bo'ldi. Башкортостан Республикасының Уфа шәһәреннән, минем исемем Регина. Bir sorun var sizge. Sizin boş vaktiniz var mı? Hem boş vakitte siz nerede şüphelenəsiniz? Biz boş vakitte YouTube kanalı bilen şüphelenemiz. Küplerde de bizim Total dilinde birden bir YouTube kanalı şekilde bizim подписчикlar köpeklik orada bizi süydüre. Dostlar, aytib kerak bizning YouTube kanali bugungi kunda Total dunyosida eng dinamik ravishda o'sib kelgan kanallardan birisi. Hamda aytib kerak bu kanalning kelajagi bor. Ish deganda biz nima uchun doimiy ishlaymiz, tirishamiz. Bular boshqa sizlar uchun. Albatta bu vaqtimizni Ufadan kelgan qizimiz aytib ketdi, bo'sh vaqtimizdan ishlaysiz dedi. Bu bo'sh vaqtni biz o'zimiz uchun qo'llana olmaylik. Belki yotib turamiz uyda, belki televizor ko'raylik, yoki simishka oshadi. Lakin biz bilan bu vaqtimizni sizning uchun bo'lib beramiz. Ta'minlaymiz, siz bu kanalni yaratib qolasiz kelajakda. Men Respublika Bashkortostondan Ufa shaharidan. Mening suratga kelgan Ildar Avoy siz birinchi hafta kim bo'lasiz kelgan. Rahmat yurtdoshlarimga. Bilasiz birinchi bolashlarga ish kerak bo'lgan chog'da birinchi bo'lasiz keladi. Boshda men kosmonavt bo'lasiz kelgan eng ustamlarga. Anasını biraz bizgaç milletten işler şu kadar üstemlerle muhtarafta aşırılar edip ölçük bulasım dedi. Anasını biraz vakit tutkaç benim çıktı uğraş bulasım dedi. İşler şu ayılandır bilmeyeyim, ben uğraş bulamam sayılanım. Hem indi bir kup yıllarla turu gideydi, hem şu yoldan gittikçe turu gideydi, jırı yolundan. Ona göre ben senin soruğa cevap vergenmendir deyip olayım. Siz mening ismim Elvira. Men Orенбургская областdan, men Suriyasiz kelgan edim. Nechik siz jirsi bo'ldingiz? Benim aytasim kelar zo'r rahmat Orенбург өлkəsindən kelgan bolalarga ham barliq tomoshachilarimizga aytamiz, olqishlar jibarigan bizning shu Orенбурg өлkəsimizə. Rahmat Ufa şəhərində birinci dəfə Звездочка degan layihə var. Millet cevap, şunda birinci tapı sözü başlanan okulları şunda oldu. Ondan sonra ortaşın müzik tümelerine yayıldı, müzik mektebine yayıldı, sahnede de bir kuşlar şefaatine yayıldı, çok türlü konkurslarda katlaşaydı. Şu an ben 11 klasda bitken çağda, şimdi sizler olsa yumalıp kalmışım, sahnede basıp bir rahmetten mücadele olaydı. Bilimim de var idi. Şu an bana bir şiir buldu, bu müzik dünyasına kirib ketirgan yerga o'qirgan bir xatlanib bekitgan fikrdim. Shunga ko'ra o'qiy boshlagan şimdi birinchi konsertlarimiz boshlandi. Orkestrlar bilan siz o'ylaysizlar men sahnaga chiqib estrada jillarni deb. Yo'q, biz o'qiydik. Salih Saydash jillarni jillaydik. Ko'p o'zimizning san'at ustalarining o'zimizning
композиторларыбыз, мәшһүр композиторларыбызның җырларын оркестрасына салып, бик зур концертлар биреп, беренче адымнарым зур сәхнәдә әлбәттә минем оркестрлар белән булды. Benim ismim Güzel, Çuvaş'ta sizin müziğinizin yaratılışınız var mı? Иң яраткан җырчым инде менә шул базарларда булып китте. Инде безнең васыр җырчыбыз, бер кеше юк, сездә белгән ишан. Һәрвакыт исегездә торыгыз, безнең җыр сәнгатебезнең нигезен салган кешеләр, ул да булса Лия Базалова, минем җырларым яратып тыңлыйм, һәм яшәсәм дә калса, сезгә дә киләсе елларда җырларны дәвам итәсем килә, Лия Базалова. Хөрмәтле биюләрдән Уйlarda bunları konuşmakta olması gerekiyor. Siz Almanya'da buldunuz mu? Saat 5'te salkın bir tüm dekabrda. Şunda Tiyobak'ta bu baba şeyde bizim rayonumuzda geldi. Vardı kendisi var. O kızganışına karşı bir anlaşma yarattı. Bir güreşi 10. klasta Afgan'da şöyle Afgan olmasını sıraladı. Нас имеем госпитализацияда приемлемо чистая музыка, качественно. Хирурглар арадылар, һәм хирурглар. Бұл кинода бар бирмә, мәсәлән, билет бирә. Benim ismim Kamila. Men bu adam. Benim bir sorum var. Sizin ikinizden de kichkina chaqda menda zo'r xayolimiz edi. Men har vaqtda da baxtli kishi bo'laman xayolim. Nechun deganda baxtli kishi bo'lup, u kishiga kerak kishi bo'lup, u toza kishi bo'lup. Минем хыялым, беләсезме, беркемгә ышанмас, мин кичкенәдән бирле уйлыйдым. Мин бу дөньяда ниндидер эз калдырырга тиешмен дип уйлыйдым. Шуңа күрә бәлки минем хыялларым үткән чакта Ходай Тәгаләнең эшенә ишарәт ителгәндер. Siz ulaşamazsınız siz barışında telefonda şu an oturdu diyor. Hazırki günde yani yapacağımız şunda aslında ne şu bir sorun var dostlar. Hatırlarsan özüme nişe bağlı diyorum ama o zaman alasında bir kişiden yaptığı bazılarına ondan sonra bir nişe bağlı diyor. Kuralım mı? Kim kuralım? Hatırlıyorsunuz sorun var. Sizden nişe bağlı diyorlar. Sizge bu ne? Sizge bir soru kuşağı. Bizden taraftan bizim için kimse oldu. Bu ne korktanız? Ben de kışa koysun bana. Hayvanlar tutarsa. Hayvanlar tutarsa bu.
dur jırlarını Gözlerinde rülenin Kuşağıma kulenin Dillerde soğura Sürüyorum Koy yüreğimde Ay sürge gülümde Şahayım seni Hatta oynasam Sevdiğine Sana Sevdiğine Şunday matur ışraşı buldu. Elbette elimden şu ışraşı onların ilerinde toplandı. Tuğanlarına, önemsiz yegirmeki subjekta, bilmem Kırstaya, Sverkovski, neydi bile bizden bunda milyonlarla kuşlarımız yok. Onlar elbette endi koydu tuğanlarına, kızlarına, vastaşlarına, sizinle ışraşını elbette endi eğleşekler. Hem bizlerinde yükülerinden neyi saklanır eyledik. Şu an böyle bizim ellerimizde bu isimlerinde etkiye yapmayın. Neyin gibi yapmayın. Sizce olur rahmetlerimizi bildiririz. Vallahi kızlayamayı bilip, vakitinizin şeyine neşe. Bizden bilemle şimdi kızıklı, hileli ışraşı ülkelerimiz için Allah'ın rahmetleri yazsın. Hem hileşekte de bölgeler işleyen nasıl bu kızıyetler yapalım. Güzel aparat şekilde karakterin numarası, milli, dağlar kızı, neşe şu yürekli, biz elbette yeni siz yapalım. Rahmat,